Azizlar, Oppenheimga kelib qolsanglar, mabodo Oppenheim endi o'zi kichkinagina joy. Bir 15 minutda aylanib qo'yasiz butun shaharni-yu, lekin bu yerda mana shtat muzeum degan joy bor. Marketplace yonida. Bor yo'g'i 50 plato. Ana u joy qizil uylar turgan joy. Ana Marketplace, ya'ni sentr hisoblanadi. Muzey bor. Muzeyga kelganingizdan keyin mana bundan bilet olasiz. Bilet olganingizdan keyin bu shaharning markazini tagi bor. Keller, ya'ni podvallardan iborat. Natürlich Reise. 4 schmale, enge Gassen, kommt von dem französischen Ruelle, kleine Straßen. Biz turgan joy. Und wer schon kurz Uni tagi das ist der Nachbar von dem Haus, in dem hat alohida Matthäus Meri an 3 Jahren. yashirin yo'llar qilingan. Der berühmte Maler im Kupferstich. Der ist dann Keller labirintga mana bu yerdan kiriladi. Kutib turishibdi hozir keyingi fyurungni turistlar. Mana. Ajoyib tarixiy shaharcha. Oppenheim.